Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bize Vodnik'tamiz. Arkamdagi 3 etajli domni 3-etajında 94 metr kvadratli joy sotuvga chiqqan. Orienterini toshni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak va aytib o'tadigan bo'lsak, Salomat bog'chasi ishida 100 metr uzunlikda, uzoqlikda. Yanında Sulaymon Medshifo degan klinikam bor ekan. Şurada maktab ham bog'cham shurda. Yine shurda sel olarakda 200 metr uzunlikda ishimdan geçsem bo'ladi, yerdan chiqsam bo'ladi. Maktab joylashgan. 16-sonli maktab. Bog'cha yanında, maktab yanında. Dom esa 3-etajda 3 xonali. Narxini qiziqadigan bo'lsangiz, narxi zum ajoyib. Polni под ключ 480 milyon deb turibdi uyniyasi. Albatta bu baho kelishiladi. Pastda meni nomerimdan keyin uyniyasi nomer turadi. Reklamamizni aytib o'tmasdan burun, reklamamiz mod. Albatta telefon qilasizlar, kim joy sotacak bo'lsa bemalol telefon qilaveringlar. Va uyniyasini nomerini qo'yib reklama qilamiz. Bizning kanal faqat haqqoniy uyniyasini o'zini aytgan narxini qo'yib chiqarib beramiz. Hozir esa ketdik 3-etajni под ключni bir qator ko'rib chiqamiz. 3-etajdagi 94 metr kvadratli, dokumentda 84, balkondan qo'shilgan, shu hisobiga 94. Ketdik. Demir eshik, chiroyli eshik, demir eshiklar qo'yilgan ko'ramiz. Dumog'i, yanda ko'rasizlar. Zamokdan ajoyib zamokdan qan girdik. Yurganda shunday chiroyli donimiz kutib oladi. Tuzorimiz, hamma yerni zaxoniyat, chiroyli donimiz. Tuzorimiz, bedayna balanda üstlermeli oynasa qo'yib ovqatlanadigan joy atib qo'ysa bo'ladi bedayna. Kuxnini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kuxnimiz faqat ovqat pishirmaka, ovqat pishirib turib, bu yerda ovqatlansa bo'ladi. Kuxni mebeli hamma o'zi bilan. Yine bir de daşı gardırobum var. Bir de üstler koysanız da bir yana ovqatlanaversiniz. Radiatorlarına bir e'tibor beramiz. Sifatli akva radiatorlarından qo'ygan ekan, daşı krayniklar ham sifatlisinden qo'yilgan. Bir zalga kirib, zalni bir tushirib beramiz. Chiroyli 20 kishilik üstler kursi qo'ymagan polni bo'ladi. Stenkasi, konditsioneri, tepadagi patolog hamma narsa e'tibor berib, baho berishni, so'ragan lyustrasini, tuzori hamma narsasi bilan. Daşı eshiklar ajoyib, og'ir sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan ekan. Sifatli dum. Yanda bir e'tibor berasizlar, dum yaxshi eshiklar ekan. Pol laminat pol emas, og'ushning parket o'xshaydigan poldan qo'yib, laqlab qo'yibdilar, chiroyli. Yanda o'zi bir baho berasizlar, uymonga yaptı, dum chiroyli zo'r ekan. Bernam eshigi, hammaning eshigi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bunga bir lampishkani yoqib beramiz. Ha yo'q, berni uzr. Hamma lampishkasi shuningdek ekan, lekin bir gaz spalnimiz. Chiroyli aboylashtirilgan ekan. Dum chiroyli uzatilgan. Patolog shkaflari yaponskiy stilda ekan, ham boshqa ochilib baytlanadi. Ajoyib. Ve bu tarafta yine bir spalnimiz. Bir giremiz, rakovinamiz joylashgan. Yine bir spalnimiz. Deski spalnik olsa bo'ladi. Shkafi, yotoq, mebeli, mesela güzel. Şöyle bir 40 paramızın bir deski spalnisi hamma narsasi bilan sotiladi. Tualet banyonda bir qator chiroyli kafellashtirilgan ko'rsatib o'tamiz. Qarang. Mana huzur plastikdan qilingan ekan. Plastikdan chiroyli qilib ishlangan. Ne bilen söyleyiniz? Dağlanda gardırop nam çördü ismi. Gardırobu ana umarlıcı bilen bire. Şiitimiz bir de gaz, svet, sudan hem muhakkadi mamma yok. Şimdi bu narxını alaman deseniz de narxı 480 milyon. Pəstə üniversitenin nomeri var. Bemalal sodalaşıp alışlarınız mümkün. Həmmə gərəxmən sağ salamat olun.